4 kontaktli releni o'rniga 2 kontaktli relay tushadimi, yo'qmi? Albatta tushadi. Hozir buni ko'rsatib beramiz. Xo'p, birinchi o'rinda relaysini yechib olamiz. Xo'p, mana relaysini ham yechib oldik. Yechganingizda 10 tali perexaytnik chiqadi. Bu bir-biriga tushmaydi. 10 ga 12 perexaytnik turibdi mana shu yerda. Bu perexaytnikni ham yechib olishimiz kerak. Bu perexaytnikini shundoq oddiy kulich bilan yechib olsa ham bo'ladi. Ko'proq kuch kerak bo'ladi. Xo'p, undan ko'ra fen bilan bir marta yaxshilab qizdirib olinsa, osonroq yechiladi. Ko'pchilik mana shu perexaytnik turgan holatida bo'lgani uchun bu tashqi rezba, mana ham tashqi rezba, bu to'g'ri kelmaydi bunga deb o'ylashadi. Agar shu perexaytnikni botdan yechib tashlasak, buni o'rniga ikkita kontaktli relay bemalol tushadi. Bunga fumlenta o'rash ham shart emas, o'zini sannigi bor. Mana chetida ko'rinib turibdi, o'zini o'zi ushlab qoladi. Blokini ochib olamiz. Hop, blokini ochib olgandan keyin birinchi marta ochgan odam bo'lsa, iloji bo'lsa rasmga olsin, qaysi kabel qaysi tarafdan kelganini telefonga qarab keyin bilib olsa bo'ladi. Relayni simlarini olib tashlaymiz. Agar kuyib qolgan bo'lsa, relay usvalik zazimlinasini ham olib tashlaymiz. Xullas, buni ochib olgandan keyin mana vilkasini yechib olish uchun buni blokka ochib, vilkani yechib olamiz. Relayni ikkita simini o'tkazdiradigan o'zini maxsus mana bitta teshichasi bor. Simini o'tkazib olish uchun mana balonchigini yechib turamiz, rashbakini. Sim akkuratliroq turish uchun mana bu yerda o'tkazib olgan ma'qul. Endi bizga mana vilkali simlar kerak emas. Bularni olib tashlaymiz. Faqatgina shu zazimlinaniki qoladi. O'zini joyiga, o'rniga qotirib qo'yish uchun. Yechib olgan vilkamizni o'zini eski joyidan yana joyiga tiqib yuboramiz. Zazimlina kabelini yana joyiga qotiramiz. Mana shu jigarrang kabelni kondensatga ulayveramiz. Kondensatni bitta simi o'zi mana uzilmagan holatda tayyor turadi. Kondensatni bitta simini jigarrangga ulaymiz. Ya'ni kirib kelgan tok. Ikkinchi ko'k simini relaydan kelgan bitta simiga ulaymiz. Hop, relaydan kelgan keyingi simni nasos ichidan chiqqan keyingi simga ulayveramiz. Suv nasosimiz ishlashga tayyor. O'chib yonishlari ham joyida. 550 litali, 750 litali vakuum nasosga tushadigan 303 model, 304 model relaylar bor. Mabodo 302 olib qo'yadigan bo'lsangiz, bu 302 model, 101 modellar adashmasam ichki rezba bo'ladi. Bu ichki rezba bo'lganning hisobiga bunaqa nasosga tushmaydi. Sizga tushib beradigani mana shu 304 va 303 modeli. Hop, buni ikki xil varianti bor bizda. Prozrachnisini ham qo'ysa bo'ladi. Bunaqa qora rangini ham qo'ysa bo'ladi. Rezbasiga e'tibor beramiz. Ikkalasi ham bir xil. Faqatgina shunaqa внутренний rezba olib qo'ymasangiz bo'ldi. Tashqi rezba bo'lsa, bemalol tushib ketadi. Shu videoda ko'rsatilgandek yig'sangiz, o'zini zavodskoy ko'rinish holatiga keladi. Bunaqangi foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Albatta, Nero Uzib Instagram kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.